noyabr oyi va dekabr oyi yaxshi niyatda umra safariga borishni niyat qilyapsiz, lekin qaysi tur firma bilan borishni bilmayapsiz do'stlar. Hozirda O'zbekiston Respublikasida 14 ta litsenziyalangan firma bo'lsa, o'shalar ichida Centrum Holidays degan umra safariga jo'natadigan firma bor, bilsalaring. Centrum Holidaysdan ozgina ma'lumot olib beraman do'stlar. Agar sizlarga sharoitlar manzur keladigan bo'lsa, ekranda ham nomerlarni yozib qo'yamiz. Bitta aloqaga chiqib bir dona Zagram pasport tashlab berasizlar Telegram, WhatsApp orqali va joylarni bron qildirsalar ham bo'ladi do'stlar. Hozir to'liq ma'lumotni olib beraman. Video o'tkazib yubormasdan bir dona like bosinglar. Kanalga mehmon bo'lsanglar, albatta podpiska tugmasini ham bosib qo'yishni esdan chiqarmanglar. Abdulvohid aka, assalomu alaykum. Charchamasa, Tanjoningiz sog'mi? Charchab bo'lmayapsizlarmi? Alhamdulillah. El xizmati bilan aka. Rahmat aka. Tanjonlaringiz sog' bo'lsin aka. O'zbekistonda atigi 14 ta tur firma bo'ladigan bo'lsa, o'shalar ichida Centrum Holidays bor, ya'ni litsenziyasi, o'z litsenziyasiga ega. Hozirda fake kompaniyalar ko'payib ketgan, yurtdoshlarimiz allanib qolyapti ko'pi. Qaysi firmadan borishni ham bilishmayapti. Hozir sizlar sharoitlarni bitta shu yurtdoshlarga aytib beramiz. Agarda yurtdoshlarimizga ma'qul keladigan bo'lsa, nomerlarini ham yozib ketamiz aka. Aloqaga chiqishadi, bo'laveradimi aka? Bo'laveradi inshaalloh. Men bitta so'rashib olsam, salomlashib oling aka. Bizni ham o'z sog'inib qolishganda. Assalomu alaykum do'stlar, omonmisizlar? Inshaalloh biz Centrum Holidays kompaniyasi sizlarni umra sayohatida qaysi tur firmadan bo'lsa ham borsalaring biz juda ham xursand bo'lamiz. Aka, vaqtni ko'p olmaymiz yurtdoshlarimizni. Asosiy tushirgan savollardan tas beraman. Javobini bersangiz, yurtdoshlarimiz manzur bo'ladi, xudo xolasa. Birinchi asosiy savollardan biri noyabr oyi bilan dekabr oyi narxlari necha pul bo'lyapti aka? Xo'p, narxlarimiz noyabr oyiniga aytaylik. Noyabr oyiniga yilning oxirigacha $1050. Noyabr oyini oxirigacha 30-gacha $1050 chiqqan. Ikkinchi savolim aka, reyslar qayerlardan uchiladi? Xo'p, bizda 5 ta viloyatdan reyslarimiz bor. Samarqanddan, Toshkentdan, Andijondan, Namangandan, Farg'onadan reyslarimiz bor. Reyslar qatnovi bo'lib turibdi. Farg'onadan haftasiga 2 ta, Vodiydan o'zi umuman 2 ta, har bitta viloyatdan reys bo'lsa, Toshkentdan kunda reyslarimiz bor. Ya'ni 2-3 kun ichida Samarqanddan har bir haftada 2 ta bor. Bir haftada 2 tadan Samarqanddan reyslar bor. Xuddi shunday. Ya'ni hozirda 5 ta viloyatdan reyslar qatnovi bo'lib turibdi inshaalloh. Xudo xolasa biz hozir 12 ta viloyatdan kuzatishadi aka. Bemalol aloqaga chiqsa bo'laveradi. Men Tojikistondan kuzatgan do'stlaringizni ham ko'rdim kommentariyada. Kommentariya yozishadi. Tojikistonlik ham fuqarolar bor ekan sizda ko'rdim. Men Tojikistondaman deb yozib ketishyapti o'z kommentariyaga. Men kommentariyada bir ikki o'qib qoldim. Tojikcha so'zlar, men tojikchani uncha bilmayman, lekin o'zimizning call center bor, tojikchani biladi. Bemalol aloqa qilsa tojikistonliklarni ham qabul qilyapmiz. Shuni yangilik yetkazib qo'yay. Undan tashqari aka, qirg'izistonlik do'stlarimiz ham bor. Undan tashqari Rossiyaliklarni ham qabul qilaveramiz. Rossiya Federatsiyasiga bizga qaysi fuqaro bo'lishidan qat'iy nazar qabul qilaveramiz. Qabul qilinaveradi. Chunki turli litsenziyaga ega bo'lganimizdan so'ng mana hozir Samarqandda bor, Toshkentda bor, Farg'onada filialimiz bor. Boshqa joyda rasmiy ofis yo'q. Centrum Holidaysda. Ya'ni 3 ta viloyatda ofislar bor. Bo'ldi aka, O'zbekistonda narx-navolar va reyslar qayerdan uchilishini bildik. Saudiya Arabistoniga o'tsak, necha kun Madina-i Munavvarada bo'linadi va necha kun Makka-i Mukarramada bo'linadi va u yerdagi sharoitlar haqida qisqacha ma'lumot bersangiz. Xo'p bo'ladi. Men sizga qisqacha ma'lumot ham to'liq qilib berishga harakat qilaman. Bizda Toshkent, Jidda, Toshkent, Madinadan boshlaydigan bo'lsa, reyslarimizda primoy reyslar bo'ladi hammasi. Hammasi primoy reys. Madina-i Munavvarada 2 mahal issiq taomlarimiz bo'ladi. Makka-i Mukarramada esa 3 mahal milliy taomlarimiz bo'ladi. Malakali 50 yoshlarimiz o'zlari birgalashib kelishadi. Kelishda davomini kameraga qarab gapirsam. Nima deysiz? Chunki siz bilan gaplashyapman, kommentariyada yurtdoshlarimiz aytishyapti. Men ko'rmayapman, boshqa olmayapti deyishadi. Bo'lsa o'sha yoqqa qarab, yuzlangan holatda gapiraylik aka. Xo'p bo'ladi. Do'stlar, xudo xolasa Madina-i Munavvarada 2 mahal issiq taomlarimiz, Makka-i Mukarramada esa 3 mahal milliy taomlarimiz. Malakali 50 yoshlarimiz o'zlari birgalashib kelishadi. Undan tashqari u yerdagi sayohatlarimiz Madina-i Munavvarada, Makka-i Mukarramada esa undan oq sayohatlarimiz bor. Arafat tog'i, Muzdalifa, Uhud, Jamol, Qizil dengiz, Mino g'ori undan keyin davom etaveradi inshaalloh. Men borganimdan keyin bir marta umra qildirib qo'ydi, bo'ldimi? Yo'q, unaqa emas. Siz bordingiz, umra qildingiz, endi umra badal qilmoqchisiz. O'zi asli umra badal degan narsa yo'q, lekin qilmoqchi bo'lganlarga biz uni qarshilik qilmaymiz. Malakali 50 yoshlarimiz o'zlari birgalashib sizni Oysha onamizga olib borib, birgalashib namoz o'qib, birgalashib umra qilib, yana boshqa umra qildirib qo'yishaveradi. U muammo emas. Ikkinchi marta umra qildirisham. Endi 14 kun muntazam birga bo'ladi. Ammo lekin siz oilaviy 5 kishi bor desa, siz alohida haramga chiqqingiz keladi. Ya'ni kimdir alohida haramga chiqqingiz keladi. Lekin 50 yosh har doim pastda registrationda o'tiradi. Diniy savollar kerak bo'lsa.
bemalol ibodatlaringni, sayohatlaringni o'zlaring tashkil etsalaring ham bo'ladi ichkida. Borib aylanib sayohat qilib, oilaviy. Ya'ni 14 kun bo'lmaydi-da, 50 boshi o'sha yerda bo'ladi. O'sha yerda bo'ladi. Makka mukarramada esa 1,5 dan 2,5 kilometrgacha gastinisaning masofasi. Gastinisa masofasi. Madina Munavvarada esa 200-300 metr orada gastinisa masofasi bo'ladi. Birinchi va ikkinchi qatordan gastinisalarimiz bo'lyapti hozirgi paytda. Ya'ni Baqiy qabristonining yoniverida bo'ladi. Xuddi shunday. Bo'ldi. Saudiya Arabistonining sharoitlari yurtdoshlarimizga to'liq ma'lumot bo'ldi degan umiddamiz. Bilsangiz aka, O'zbekistondan ayrim yurtdoshlarimiz yoshi katta 50 dan oshganlar umra sayohatiga chiqishadi, ziyoratiga chiqishadi. Ko'proq kasal bo'lib qolishadi. Hozir O'zbekistonga qish kelyapti, lekin Saudiya Arabistonda issiq, 35-40 gradus orasida. Sovuqdan issiqqa borib turib, zamzam suv ichishadi, tezda kasal bo'lib qolishadi. O'shuning uchun dori-darmon ag'da bormi yo bu yerdan olib olishlari shartmi? Keyin ag'da doktor xizmati bormi? Shu haqida ham bitta ma'lumot bersangiz. Doktor xizmati bor, lekin surunkali ichadigan dorilarni hamma o'zi olgani ma'qul. Tabletka, misol tomoq qoldiradigan, parashon shu o'zlari olishgani ham ma'qul, lekin doktorimiz bor. Men bilasan nimaga olinglar demoqchiman. Kimdir o'zi bilan shapolib tovuq turguncha ichib olsa, tezroq og'rig'i qoladi o'sha og'rig'i. Battacha bo'lsa zo'r dori olsam 100 mingga boradi o'sha parashon esa. 100 ming qattiqdan kelib qayerga ketadi. To'g'rimi? O'sha 100 mingni dorini o'zingiz savoling so'mkangizga. Yo'q, ololmayman sizdan. Doktor xizmatimiz bor. Birinchi xizmat ko'rsatadi, ikki qilib qo'yadi, tomoq og'rig'ini qoldiradi. Boshqa ishlarni qilaveradi doktorimiz. Lekin men yana aytmoqchimanki, surunkali ichadigan odamlar dorisini olsin. Surunkali. Keyin yana bitta narsaga qaytib keladigan bo'lsak, aravacha. Aravacha masalasi. Aravacha masalasida bu yerdan bagajga hisoblanmaydi. Hozir bagajimiz 20 kilo bo'lsa, 7 kilo ruchnoylari bo'lsa, endi aravachada yuradiganlar bor. Endi bu aravachada yuradiganlarga biz aytamizki, aravachangizni olib oling, uni bagajga hisoblamaydi. Haramda ham, Makka mukarramada ham, Madina Munavvarada ham aravacha beradi, lekin yaxshisini beradi yo sinig'ini beradi, uni bilmaysiz. Undan ko'ra batta bormi, olib oling, bagajga hisoblamaydi. Meni hozir tushunishim bo'yicha, agarda o'zlari mana shu yerdan olishsa, aqqa borganda qiynalishmaydi aravachaga. Xuddi shunday. Bo'ldi, keyin do'stlarimizga o'zimiz ham borganmiz, Xudoga shukr. Eng asosiy narsani aytib o'tib ketsam, borganda birinchi o'rinda aka muzda suv ichib bo'lmas ekan, tez kasal bo'lar ekan. Zamzam suvda no-code degan yozuvli bor ekan aka. Masalan, qarang, O'zbekistonda bo'lsangiz, xo'p, muzda suv ichdingiz uyingizda, kasal bo'lsa uyingizda, lekin Saudiya Arabistoniga boryapsiz-da. Saudiya Arabistoniga nimaga boryapsiz? Rasulullohning oldiga boryapsiz. Makka mukarrama gunohlardan poklanganga boryapsiz. Odam o'zini ehtiyot qilish kerak. Endi sovuq suvmi? Yo'q, to'xtatma, sovuq suvni ichib, issiq bor ekan, issig'ini ichib. Nafs xohlaydi har doim. Nafs har doim zo'rini xohlaydi. Sizni ham, meni ham nafsim zo'rini xohlaydi. Nafsim o'zlarim hozir ichib olsam, erta tomog'im olib qolsa, o'zi 14 kunga borganman. Lekin u yerga borganimdan so'ng 14 kunda bir haftasini kasal bo'lib o'tkazib olgandan ko'ra, o'zimni ehtiyot qilib, o'sha suvni ichmasdan nafsimga bir urib qo'yib, yana bir urib qo'ysam, ham qilsa, keyin yana o'sha narsani ichib olsam, issiqni desa 14 kun mazza qilib ibodat qilaman. Lekin qadardan bir kasal bo'lish, lekin sababini ham o'zimiz qilishimiz kerak. Do'stlar, sizlarga qisqacha aytib o'tib ketdik. Ya'ni siz Saudiya Arabistoniga borganda zamzam suvini ilig'ini ichganlaringiz sizlarga ma'qul, chunki o'zi 14 kunga borasizlar, o'shunda ham bir hafta yoki 5 kun gastritsada kasal bo'lib yotib qolmanglar degan maqsadda aytib o'tib ketdik. Xudo xolasa videomiz sizlarga manfaatli bo'ldi degan umiddamiz. Akalarimiz nomerlarini ekranda yozib qoldiramiz. Agarda sharoitlar sizlarga yoqqan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqib, bir dona Zagram pasportni tashlab berib, joylarini bron qildirsalaring bo'ladi. Eng asosiysi aka, to'lov masalasi hozir Qashqadaryo yoki Qoraqalpog'istondan sizlarga aloqaga chiqsa aka, to'lovni qanday amalga oshirishadi aka? Xo'p, bank orqali to'lov qilsa bo'ladi. O'zi rasmiy litsenziya olganimizda o'sha bank orqali qilinadi degan narsa bo'lgan. Boshqa narsa uchun. Ya'ni bank orqali shot raqam chiqarib berasizlar. Xuddi shunday. To'lov qilsa bo'laveradi. Bemalol qilishaveradi inshaalloh. Do'stlar, sizlarga to'liq ma'lumot olib berdim degan umiddaman. Like bosmagan bo'lsangiz, shu video keng tarqalishi uchun bir dona hissangizni qo'shib like bosib bersangiz, inshaalloh juda maqsadga muvofiq bo'ladi. Inshaalloh bundan keyingi videolarimiz bundan da qiziq bo'ladi degan umiddaman. O'zlaringizni ehtiyot qilinglar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Assalomu alaykum.